Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuyimiz motor moylarning ish xususiyati va ulardan qishloq xo'jaligi texnikalaridan foydalanish. Birinchi rejamiz ichki yoni dvigatellar uchun moylarni tanlash, dizel dvigatellarda ishlatiladigan moylarning xossalari, karbyuratorli dvigatel uchun moylar. Motor moylarini qovushqoqlik xossalarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, ya'ni motor moylarining qovushqoqlik xossalari ularning eng muhim fizik kimyoviy ko'rsatkichlaridan biri sanaladi. Turli mexanizm, uzillar va ishqalanuvchi juftliklarda suyuqlikli ishqalanish hosil qilish, ya'ni ularni sovutib turish, zichlikni ta'minlash, osongina ishga tushirish va boshqalar asosan motor moylarini qovushqoqlik xususiyatlariga bog'liq bo'ladi. Qovushqoqlik nima? Qovushqoqlik bu suyuqlik molekulalarining tashqi kuch ta'sirida bir-biriga ko'rsatadigan ichki qarshiligi bo'lib, neft mahsulotlarining eng muhim ta'riflaridan biri sanaladi. Qovushqoqlik shuning uchun hozirgi paytda motor moylarini ko'pgina markalarda uning kinematik qovushqoqligi qiymati ko'rsatiladi. Motor moylari ishlaydigan sharoitga qarab, ular uchun 100 gradus temperaturada qovushqoqlik normalari qilib belgilanadi. Motor moylarning qovushqoqlik xossalari biz bilamizki, ya'ni ularning kinematik qovushqoqligi quyidagicha aniqlanadi. Ya'ni bu yerda biz ko'rib turganimizdek, ularning kinematik qovushqoqlik ko'rsatkichlarini aniqlash uchun, ya'ni viskozometrdan foydalaniladi. Viskozometr ko'rib turganimizdek, ularning qovushqoqlik xossalarini o'lchaydigan asbob hisoblanadi. Ular mana nimalardan iborat? Ya'ni birinchi A ko'rib turibmiz Cannon-Fenske viskozometri va 2 naychalari, kengaygan qismlari. Umuman olganda viskozometrning umumiy ko'rinishi ko'rsatib o'tilgan. Viskozometr, ya'ni ular VPJ1, VPJ2, VPJ3, VPJ4 qovushqoqlikni aniqlash uchun priborlar hisoblanadi. Mana bu yerda oladigan bo'lsak, umumiy qovushqoqlikni xossalari, ya'ni klassifikatsiyalari ko'rsatib o'tilgan. Sayi moyda qovushqoqlik ko'rsatkichlari, ya'ni ularni viskozometrda o'lchaganimizda qovushqoqligi qaysi darajada bo'lish ekanliklari ko'rsatib o'tilgan. Bu yerda mana start oil hisobida ko'rib chiqdik. Uni asosiy natijalari, sortlari va ularning klassifikatorlari sayi moyining umumiy xususiyatlari ko'rsatib o'tilgan. Motor moylarini oksidlanishi. Motor moylarini oksidlanishi, ya'ni yuqori temperatura ta'sirida, ayniqsa kislorodning mavjudligida barcha moylarning dastlabki xossalari yomonlashadi. Bu o'zgarishlarning chuqurligi va jaddalligi, moylarning kimyoviy tarkibi va ularga ta'sir etayotgan sharoitlarga temperatura, kislorod miqdori, konsentratsiyasi, vaqt, metallarning katalitik ta'siri boshqalar bog'liq bo'ladi. Motor moylarining asosiy o'zgarishlari oksidlanish natijasida kuzatiladi. Agar neft mahsulotlari tarkibida to'yilmagan uglevodorodlar mavjud bo'lsa, oksidlanish jarayonlari oddiy yuqori bo'lmagan temperaturalarda ham kuzatilishi mumkin. Temperatura oshganida esa butunlay boshqa holat kuzatiladi. Taxminan 50-60 graduslardan boshlab havodagi kislorod motor moylarining ayrim tarkibiy qismlari bilan reaksiyaga kirisha boshlaydi. 100 gradus va undan yuqori temperaturada oksidlanish jarayonlari juda jadal o'tadi va bunda hatto temperatura bir oz ko'tarilganda ham oksidlanish chuqurligi va tezligi keskin ortib boradi. Bu jarayonlarni biz ya'ni laboratoriya amaliy mashg'ulotlarda ko'rib o'tganmiz, ya'ni viskozometr yordamida ularni tajribadan o'tkazish tartibi bo'yicha ham, ya'ni ularning kinematik qovushqoqligi va ularning xossalari zamonaviy usullarda ham laboratoriya amaliyotlarida ko'rib chiqiladi.
Ya'ni bularni laboratoriyada amaliyotda ko'rib chiqadigan bo'lsak, vaqtni belgilash jadvali, ya'ni dizel yonilg'isi qancha ketadi, ular nimalardan iborat bo'ladi va qanday formulalar asosida hisob-kitob qilinadi. Shu bo'yicha ham moylarni qovushqoqlik xususiyatlarini aniqlashimiz mumkin. Motor moylarning yedirilishi hamda korroziyali yedirilishga qarshi xossalari ichki yonib dvigatelning ishlashi jarayonida ishqalanib ishlovchi juft detallarning yuzalari yediriladi. Chunki ko'pgina ishqalanib ishlaydigan uzel va mexanizmlarda hamma vaqt ham suyuqlik ishqalanishini ta'minlab bo'lavermaydi. Ayrim hollarda ushbu juft detallarning yuzalarida chegaraviy ishqalanish ham kuzatiladi. Buning natijasida juftliklarning ishqalanish yuzalari mexanik tarzda yedirila boshlaydi. Katta tezlik, ya'ni yuklanish va yuqori temperatura ta'sirida ishlaydigan uzel va mexanizmlarda foydalaniladigan motor moylari noto'g'ri tanlanganda, detallar yuzalarni yedirilishidan himoyalovchi motor moylarni pardasi tezda yirtilib yoki yupqalashib ketishi sababli detallarni ishlovchi yuzalarning tirnalishiga kuzatish mumkin. Detallarni ishlovchi yuzalarda nafaqat mexanik ravishda yediriladi, balki ular kimyoviy, ya'ni korrozion yedirilishga ham uchrashi mumkin. Ichki yonib dvigatelning ishlashi vaqtida uning detallari motor moylaridagi uglevodorodlarning oksidlanishidan hosil bo'ladigan agressiv mahsulotlar ta'siri ostida korroziyalanadi. Endi dizel dvigatellarda yonilg'ining yonish kamerasida to'zg'itish sifati uning pnevmatik qovushqoqliklariga bog'liq bo'ladi. Ya'ni yoqilg'ini qovushqoqligi juda katta bo'lsa, u mayin to'zimaydi. Oqibatda to'liq yonmaydi, ya'ni yonib ulgurmaydi. Ishlatilgan gazlar tutab chiqadi va yoqilg'i ko'p sarf bo'ladi. Yoqilg'ini qovushqoqlik kuchi kichik bo'lsa, yoqilg'i nasosining detallarida yoqilg'i yaxshi surkalmaydi. Buning oqibatida nasosning plunjer juftligi tez yeyiladi. Ya'ni boyagi aytib o'tganimizdek, oksidlanish jarayoni sodir bo'lishi mumkin va detallarimiz yeyilish oqibatiga olib keladi. Dvigatellarning kuchaytirilganiga qarab, ya'ni 6A dan E gacha guruhdagi motor moylar ishlab chiqariladi. A va E gacha va ular tarkibidagi qo'shimchalar bilan farq qiladi. Har bir guruhni aytib o'tadigan bo'lsak, ya'ni A, B, V guruhidagi motor moylari A guruhidagi moylarga qo'shimchalar qo'shilmay yoki kam 3% gacha qo'shimchalar qo'shilishi mumkin. Bu moylar kuchaytirilmagan dvigatellar uchun mo'ljallangan. B guruhidagi moylarga 6% gacha qo'shimchalar qo'shiladi. Bu guruhdagi moylar past kuchaytirilgan dvigatellarda ishlatish uchun mo'ljallangan. A va B guruhidagi moylar dizel dvigatellarda qo'llanilmaydi, faqat past kuchaytirilgan karburator dvigatellarda foydalanish mumkin. V guruhidagi moylar 8% gacha qo'shimchalar qo'shilishi mumkin va ular o'rta kuchaytirilgan dvigatellar uchun mo'ljallanadi. D guruhidagi moylar 14% gacha qo'shimchalar qo'shiladi va ular yuqori kuchaytirilgan dvigatellarda qo'llaniladi. D guruhidagi moylarga 18% gacha qo'shimchalar qo'shiladi va ular turbo kompressorli dvigatellarda qo'llanishi mumkin. E guruhidagi moylarga 25% gacha qo'shimchalar qo'shiladi va ularga oltin gugurt miqdori 3,5% gacha bo'lgan yonilg'ida ishlovchi sekin yurar dizellarda foydalanishimiz mumkin. Mana har bir guruhlarni aytib o'tdik, qaysi guruhlarga bo'linishini. Hozirgi paytda kam va o'rtacha kuchaytirilgan avtotraktor dizellarda ishlatiladigan B2 guruhidagi moylar qishki, ya'ni M8 B2 va yozgi M10 B2 eng ko'p tarqalgan
ya'ni mineral moylar hisoblanadi. Ularda 7-8% miqdorda yuvish depressorlash qo'shimchalari, oksidlanish va yilishga qarshi, shuningdek ko'piklashga qarshi qo'shimchalar kompozitsiyasi bor. Qishki nam oylarda ularning qochish harorati pasaytiruvchi depressorlar ham qo'shiladi. Yuqori darajada kuchaytirilgan dizel dvigatellarda harorati yuqori, yuklanish kuchli, demak ularda moylash materiallarining ish sharoiti ham og'ir. Shuning uchun ishlatiladigan G guruhidagi motor moylari 14% gacha qo'shimchalar kompozitsiyasi qo'shiladi. Qishda M8G2, yozda esa M10G2 ishlatishga ruxsat etiladi. Ularda qo'shimchalar kompozitsiyasi B guruhidagi moylarnikidek bo'lsa-da, lekin miqdori ko'p hisoblanadi. Yuqori darajali kuchaytirilgan naduvli dizellar uchun M10D moyi yaratilgan bo'lib, hozir sanoat miqyosida ishlab chiqarilmoqda. M harfi ya'ni kam kul hosil qilishni bildiradi. Sanoatda ishlab chiqariladigan qishki, ya'ni yuqorida aytib o'tganimizdek M8B2 va M8G2 moylari 10 gradus haroratgacha dizellarni sovuqlanib yurgizib yuborishini ta'minlaydi. Bundan past haroratda 20-25 gradus quyultirilgan moylardan foydalanish zarur. O'rtacha kuchaytirilgan dizellar uchun M438B2 moyi tavsiya etiladi. Kuchaytirilgan dizellar uchun M410G2 moyi ishlab chiqilmoqda hozirgi vaqtda. Karburatorli dvigatellar ishlatilgan motor moylar uchun 1980-yil 1-yanvardan boshlab GOST talabi bo'yicha joriy etiladi, ya'ni 1541/78 joriy etildi. Bu GOSTga muvofiq kuchaytirilgan darajali turli bo'lgan dvigatellarda ishlatiladigan ABVGD gruppa moylari ishlab chiqariladi. Ya'ni ABVG hamma guruh moylar uchun sizga yuqorida batafsil tushuntirib o'tdik. Hozirgi zamon yengil avtomobillarda yuqori darajada kengaytirilgan dvigatellarning ishonchli ishlashi har bir texnik xizmat ko'rsatish vaqtiga almashtiradigan G1 guruhidagi moylar, ya'ni qishki M8G1, yozgi va M12G1 barcha mavsumbob quyultirilgan M8G1 hisobiga ta'minlanadi. Yuqori sifatli xomashyodan foydalanganda va metalli hamda kul hosil qilmaydigan prisatkalar kompozitsiyasi tanlanganda moyning ekspluatatsion xossalari yaxshilanadi. Barcha mavsumda uzoq muddat ishlaydigan universal, ya'ni M610B, M610G kabi moylar hamma mavsumda qo'llanilishi mumkin. Karburatorli dvigatellar uchun motor moylarining asosiy fizik-kimyoviy xossalarini sifat ko'rsatkichlari ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni biz yuqorida aytib o'tganimizdek M8A, M8B1 va hokazo karburator dvigatellar uchun motor moylarining fizik-kimyoviy xossalari, ya'ni ularning kinematik qovushqoqligi, ishqor soni, kul hosil qilish, o't olish temperaturasi, qotish temperaturasi, suv miqdori va mexanik aralashmalar miqdori ko'rsatib o'tilgan. Har birining o'zining asosiy fizik-kimyoviy xususiyatlari keltirilgan. Avtotraktor dizellar uchun motor moylarining asosiy fizik-kimyoviy sifat ko'rsatkichlari ham mana bu yerda ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni ularni qovushqoqligi, ishqor soni, zichligi, o't olish temperaturasi va qancha gradusga tengligi, kinematik qovushqoqligi va davlat ta'lim standarti bo'yicha motor moylarni qaysi usulda sinash bo'yicha ham GOST talabi bo'yicha ko'rsatib o'tilgan. Bu yerda biz bilamizki, ya'ni motor moylarining qovushqoqligi Santistox o'lchov birligida beriladi. M14B2 SAI 40 ferganal motor moyining ko'rsatkichlari, ya'ni ularning qiymati, sinov usullari har bir davlat ta'lim standartida ko'rsatib o'tilgan. Ularning qovushqoqlik indeksi, fizik-kimyoviy xossalari, qotish harorati, zichligi, suvning massaviy ulushi, mexanik aralashmalarning massaviy ulushlari va faol elementlarning ulushlari ham shu ko'rsatilgan jadval asosida belgilanadi.
korroziya va himoyalash ko'rsatkichlari, saqlanish ko'rsatkichlari, ishqor soni, tozalik darajasi, ochiq tigilda chaqnash haroratlari foizlari bilan jadvallarda ko'rsatib o'tilgan. Motor moylarining almashtirish muddatlari sarfini kamaytirish yo'llari, ya'ni ichki yon dvigatellarda ishlaganida motor moylarining sifat ko'rsatkichlari asta-sekin o'zgara boshlaydi. Shuning uchun uni ma'lum vaqtdan so'ng yangisi bilan almashtirish zarur bo'ladi. Mashinalarga texnik xizmatlar ko'rsatishning belgilangan tizimi qabul qilingan. Motor moylari mashinalar ma'lum vaqt ishlagandan so'ng shu tizimga muvofiq almashtiriladi. Yuk tashuvchi yengil mashinalar uchun bu muddat bosib o'tilgan yo'l, masofa, uning uzunligi, texnik xizmat ko'rsatishning davriyligi bilan traktorlar, qishloq xo'jaligi, qurilish va melioratsiya mashinalari uchun esa ishlatgan motosoatlar soni bilan belgilanadi. Bu tizim turli-tuman texnikasi ko'p bo'lgan xo'jaliklar uchun juda qulaydir. Haqiqatan ham motor moyni o'z vaqtida almashtirish uchun texnika ishlagan vaqtni kilometrda bosib o'tilgan yo'li, ya'ni motosoatlar, ya'ni sarflangan yonilg'i miqdorini hisobga olib borish kifoya hisoblanadi. Ichki yon dvigatellarni ishlatishga oid zavod yo'riqnomalarida ma'lumki, avtomobil masalan 10,000 kilometr yo'l yurgandan so'ng yoki traktor 500 motosoat ishlagandan so'ng ulardagi ishlagan motor moylarining o'rniga yangi motor moylari quyish zarur. Ehtimol bu tizimga yana uzoq vaqt amal qilinishi mumkin, lekin uning qator kamchiliklari mavjud. Mana bu yerda motor moylari, ya'ni ularni kompaniyalarni logotiplari ko'rsatib o'tilgan. Biz bilamiz, juda ko'p motor moylari ishlab chiqadigan kompaniyalar mavjud. Chet elda va xorij davlatlarida juda ham ko'p kompaniyalar mavjud. E'tiboringiz uchun rahmat.